18-asrda Braziliyada qullar bozorda sotilar edi. Bozor ulkan va shovqinli edi. Boylar to'dasi kuchli va baquvvat qullarni izlab qatorma-qator yurishardi. Kimdir og'ir mehnat uchun yosh va baquvvat odamlarni qidirardi. Kimdir mas'uliyatli ishlar uchun o'rta yoshli tajribali kishilarni izlardi. Kimgadir ayollar yoki bolalar kerak edi. Qullar esa xuddi hayvonlardek maxsus supachalarda turishardi. Ularning ustida qulflar va zanjirlar ko'zga tashlanardi. Ularning aksariyati g'azablangan yoki hech bo'lmaganda befarq ko'rinishardi. Barcha qullar orasida bir qora tanli erkak ajralib turardi. Uning yuzida g'azab va qayg'u ifodasi bor edi. U go'yo bu yerga ilk bor kelmagandek uzoq-uzoqlarga tikilardi. Ehtimol uning butun oilasi turli xo'jayinlarga sotilib ketgan va u endi ularni qayta ko'rolmasdi. Bundan tashqari u ilk bor sotilayotganga o'xshamasdi, balki shu sababdan ham uning nigohi nafrat va g'azabga to'la edi. Shu payt qulning oldiga bir boy yigit yaqinlashdi. U qulni har tomonlama ko'zdan kechirib, sotuvchidan narxini so'radi. Narxni kelishib olgach, bu qulni sotib oldi va uni o'z aravasi ortidan bog'lab qo'yishni buyurdi. Arava bozordan chiqib ketgach, qul zo'rg'a yetishib uning ortidan yugurdi. U yangi joyda o'zini kaltaklashganlarini va xo'rlashlarini tasavvur qila boshladi. U ko'p ishlashi kerakligini bilardi. Arava shahar chekkasiga yetib to'xtadi. Boy aravadan tushib qulning oldiga keldi. Qora tanli qattiq qo'rqib ketdi. U o'zini shu yerda o'ldirishmoqchi deb o'yladi. Boy esa uni yechib, Habashning ko'zlariga qaradi-da, qog'oz o'ramini uzatib dedi: "Do'stim, ko'rib turibmanki, sen ko'p azob chekibsan. Men seni ozod qilmoqchiman. Endi sen erkinsan." Erkak bunday kutilmagan voqeadan esankirab qoldi. U o'z quloqlariga ishonmadi. Nahotki bu rost bo'lsa, to'g'ri eshitmadimmikan deb o'yladi u. Boy esa yana takrorladi: "Sen ozodsan. Qayerga xohlasang bora olasan. Bu sening hujjatlaring. Sen endi qul emassan. Men seni ishlatish uchun emas, ozod qilish uchun sotib oldim. Endi hammasi aniq bo'ldi. Men ozodman, ishlashim shart emas", deb o'yladi qul. U ufqqa qarab erkin hayotni, baxt va quvonchga to'la kunlarini ko'z oldiga keltirdi. Endi quyosh botgunicha ishlash, erta tongda uyg'onish, haqorat va kaltaklarga chidash shart emas. Ammo yangi ozod kishining yuragiga nimadir jiz etdi. U o'z xo'jayiniga qarab dedi: "Bu qilgan ishing uchun sendan minnatdorman. Bu men uchun juda qadrli. Lekin sendan bir narsani iltimos qilsam maylimi? Sening xizmatkoring bo'lishimga ruxsat ber. Men sen uchun ertalabdan kechgacha ishlashga tayyorman. Men barcha qiyinchilik va mashaqqatlarga chidashga tayyorman. Men sening mulkingda har qanday ishni bajarishga tayyorman. Faqat menga sening quling bo'lishga ijozat ber." Buni ko'rib, boyning o'zi dovdirab qoldi va erkakdan qayta so'radi: "Lekin nima uchun? Nahotki ozodligingdan foydalanmasang? Nahotki yangi hayot boshlamasang?" Qul unga shunday javob berdi: "Men yer yuzida sendan ko'ra mehribonroq va rahmdilroq odamni topa olmayman. Sening quling bo'lishimga ijozat ber." Xuddi shunday Iso Masih ham bizni la'nat va o'limdan xalos etdi. U bizni o'z hayoti evaziga sotib oldi. U hammamiz uchun to'liq to'lov qildi va butun uni qabul qilgan har bir kishiga erkinlik bermoqda. Unga ergashganlarning hammasi ozoddir. Biz erkinmiz, chunki u bizni qutqardi. Xaloskorimizning ismi Iso Masih. Endi o'ylab ko'r, sen bu erkinlikni nima qilmoqchisan? Eng to'g'ri qaror o'z hayotingni unga bag'ishlashdir, chunki Iso Masih bunga munosibdir. Eng ma'qul qaror uning xizmatkori bo'lishdir. O'zingni mehribon, shafqatli va sevuvchi Rabbimiz Iso Masihning qo'llariga topshirishdir. Yer yuzidagi eng xavfsiz, marhamatli va osoyishta joy Iso Masihning oyoqlari ostidadir. Men sizlarni endi qul deb atamayman. Qul
xo'jayini nima qilishini bilmaydi. Sizlarni do'stlarim deyman. Chunki otamdan eshitgan hamma narsani sizlarga aytdim.